Yangiyer shahrida joylashgan suvni qaytadan tozalovchi inshoot Turkiya va Germaniya texnologiyasi asosida qurilgan bo'lib, bugungi kunda Yangiyer va xovosliklarning 41 mingdan ortiq aholisini qaytadan suvlarni tozalash imkoniyatiga ega. Islom taraqqiyot bankining kredit mablag'lari hisobidan Sirdaryo viloyatining 3 ta shahrida, Guliston, Yangiyer va Shirin shahrida oqova suv tizimlarini yangidan barpo etishlari amalga oshirildi. Bugungi kunda hozir biz turgan inshootimiz Yangiyer oqova suv tozalash inshooti. Ushbu inshoot foydalanishga topshirilgunga qadar ko'plab hududlarda kanalizatsiya oqova suvlari to'g'ridan-to'g'ri zovurlarga, ochiq zovurlarga va bir qancha ekin yeridagi ariqlarga oqizilardi. Bugungi kunda ushbu muammolar to'liq bartaraf etilib, kanalizatsiya suvlari 95% gacha tozalash imkonini bizga yaratib berdi. Bundan tashqari biz Jahon banki mablag'lari hisobidan 5 ta tuman markazlarida ham xuddi shunday inshootlarni barpo qilishni reja qilganmiz. Joriy yilning o'zida qurilishlar boshlanib, 2027-yilgacha to'liq foydalanishga topshirilib, yana 5 ta tuman markazlarida xuddi shunaqa oqova suv tozalash inshootlari barpo etiladi.